Ko'zingga qarab chiqmaysanmi? Uzr aka, ozgina ko'rmay qolman. Bugun xursandchilik kuni edi. Men bor uzr aka, men somon yaxshilik ko'rishini. Hadi, qattasiz? Ha bolam, tishdingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Otam, yaxshi dam oldingizmi? Rahmat bolam. Bugun mashinani olganimga 20 oy bo'lgan ekan. Oxirgi to'lovni olib bordim. Notarius orqali nomimga mashina o'tkazib berdi. O'shanga bedana koplarni olib, bir shvetskiy stolga banket qilib o'tiramiz. Akam sizman deb xursandchilikka ko'rdim. Assalomu alaykum akajon. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Chiqib odamlar bilan o'tirib turing, men hozir chiqaman. Xo'p, tinchlik ekanmi-da? Bugun uyimizda xursandchilik kuni ekan. U keyin bedana kop olib kelgan ekan. Mashinani ham tepda mazza yeymiz endi. Qani olchi bolam. Onaingizmi-da? Ha, ota bola. Mazza qilib dardlashib o'tiribsizlarmi? Kel bolam, ol sana. Rahmat. Olinglar o'zinglar ham, olinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Bular bolam, qo'y ishga qarab yor, kimdir chaqiryapti. Atajon, men hozir o'zim qarab boraman. Kelinglar aka. Nima xizmat? Qanani belavz aka. Tinchlikmi? Nimaga unaqa deyapsiz? Akangni chaqirsang keyin bilasan. Hozir chaqiraman. Aka, Bo'lab ber. bir minut qarab oling. Hop. Menimcha sizlar qidirayotgan bola boshqa. Mana akam bular bo'ladilar. Ha, Lutfulla, bormisan? Aka, nima bolalar oldi? Unaqa jim turibsiz. Akangni qarzi bor-da, shuning uchun gapira olmayapti. Isbot dalilingiz bormi? Isbot deysanmi? Mana o'zing ko'r. Akada videoga olmasanglar bo'lardi. Olib qarasang qachon bo'lasan? Qidiraman aka, qachon? Beshinchiga qidiraman aka. Akam sizlarda necha pul qarzlari bor? 4,5 ming qarzi bor. Tushundim aka sizlarni. 2014-yil Spark mashinam bor. Menimcha 4,5 ming dollar ketib qoladi. Nomiga o'tkazib beraman. Akam bilan o'ylovchi bo'ladi. Bo'ladi, ovur. Kelishdi bo'lmasa. Kelishdi-ku, boshdan kalti ichida. Aka, men sizga o'zi kimman? Ukamsan? Akani muammosi, ukani muammosi. Ukani muammosi, akani muammosi. Uka hech qachon akasiga dushman emas. Mani aybimmi deb mashinangni berib yuborganing bekor bo'ldi-da. Siz o'rningizni men bo'lganim. Siz nima qilgan bo'lardingiz aka? Haqiga ish qilardim. Xudo xolasa, mashinani hali undan zo'rlarni minamiz. Aytgancha, adamlik indamay qo'yavering. Ishlaganmi bolam? Ha, tinchlik. Bro, adashib kelib qopti. Adash ko'p qopti degan bolam. Ha, adajon. Adashib kelib qopti. Aka, uka, oqibatlaringga ko'z tegmasin. Ancha katta bola bo'lib qolsan. Ha, otaman. Buni hammasi sizni bergan tarbiyasi. Men nima qilsam ham siz ko'rsatgan yo'lingizdan ketyapman. Xudoingizga shukr otam. Eng keraklisi akam bilan meni baxtimga aka urishishi mumkin, ammo dushmanlashmaydi. Talashishi mumkin, biroq begonalashmaydi.